Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'lmasxon opa, siz bo'lasizmi? Ha, men bilaman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, rahmat qizim, sog' bo'ling. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz, Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat qizim. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringizga, go'zal duo-yu istaklaringizga Allohim sizni yetkazsin ilohim. Sog' bo'ling, rahmat. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarini biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday samimiy tilaklarni siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin? Qizlarim bo'lsa kerak-da qizim. Albatta adashmadingiz, zero sizni yaxshi ko'rguvchi, hurmat qilguvchi, ardoqlaguvchi, bilasizmi onajonim, bu bizning dunyodagi eng bebaho boyligimiz. Ilohim hamisha sog' salomat bo'lsinlar, umrlari uzun bo'lsin deya ta'kidlaguvchi farzand ne'matingiz Navro'zaxon nomlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelibdi. Rahmat. Ularga qo'shimcha tarzda qizingiz Nozimaxon opa, nabira ne'matlaringiz Ibodatxon, Ijozatxon, Muhammad, Aziz, Abdulaziz, Muhammadali, kuyovlaringiz Pahlavonjon aka va Baxtiyorjon aka va barcha yaqinlaringiz nomlaridan qabul aylaysiz. Rahmat qizim, sog' bo'lasiz. Ijozat bersangiz, mana shu jondan aziz farzand ne'matlaringizni sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni o'qib eshittirib bersam, maylimi? Mayli, mayli. Rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum qadrligim, qadrli insonim, qadrdonimiz, mehrligimiz, mehribonimiz, xonadonimiz qirolichasi. Bizni jondan aziz saylab, mehr va muhabbatga o'rab, asrab, avaylab voyaga yetkazgan. Hamma qiyinchiliklarga, har bir mehnatlarga bardosh qilgan, sabrlarda tengsiz aziz onajonimiz. Yo'limizga ko'z tikuvchi jannatiy farishtamiz, aziz va mukarram mehribonimiz. Bu yorug' dunyoga kelishimizga sababkorimiz, rangidan rang, jismidan quvvat bergan, tug'ilganimizda dunyolarga sig'may quvongan, mehribon, xushzabon jannatim onajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Duolar ijobatim, qalbi quyoshim, bizni vaqtimizni Allohimdan so'rab turguvchi farishtam. Biz deb yelib yugurib mehnat qilgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan volidai muhtaramam. Har bir qilgan mehnatlaringiz uchun umrimiz so'ngiga qadar boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz onajon. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsak-da, hamisha sizning farzandingiz ekanligimizdan faxrlanamiz. Siz bizga shunday duogo'y, mehribon ona bo'ldingizki, hech qachon o'zgalarning onasiga qarab, qani endi shu meni onam bo'lsaydi demadik. Volidam, go'zal yuzligim, bilaman. Ba'zan bilib bilmay dilingizni og'ritib, xafa qilib qo'ygan kunlarimiz bo'ldi. Mana shunday paytlarimiz bo'lgan bo'lsa, Alloh uchun bizni kechiring. Sizga ikki dunyo saodatini tilaymiz. Biz farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Shodon kulgularingiz go'zal yuzlaringizni bezasin. Inshaalloh haj, umra safarlariga bormoqlikni, Makkatullohni ziyorat qilib, Ka'batullohni ko'rmoqlikni Allohim nasib etsin. Boringizga shukronalarimiz bo'lsin onajon. Sizni bizga tuhfa aylagan, sizdek ona bilan bizni siylagan Robbimizga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Bizlarga bergan tarbiyangiz, barcha mehnatlaringiz uchun Allohim sizni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Doimo aziz boshingiz omon bo'lsin. Mehrli ko'zlaringiz namni, nurli yuzlaringiz g'amni ko'rmasin. Hamisha farzandlaringiz, nabiralaringizni rohatini, kamolini ko'rib yuring deymiz. Qalbimiz qo'rida, yuragimizning to'rida siz onajonim. Barchasi uchun tashakkurlarimiz bo'lsin. Allohim sizni hamisha o'z panohida asrasin. Duolarimizda, niyatlarimizda hamisha umrjoningizni, sog'lik va salomatligingizni so'rab turamiz. Onajonim, sizga kattakon rahmat. Borligingiz uchun, hayotimizda yaxshi va yomon kunimizda tirgak ekanligingiz uchun rahmat. Hammasi uchun tashakkurlarimiz bo'lsin. Oq ko'nglim, mehribonim, g'amxo'rim onajonim, duogo'yim onajonim. Doimo sog' salomat bo'ling. Aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat qizim. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek. Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'lolmas onam o'zidek. Sodda dil onam, jannatim onam, beminnatim onam, davlatim onam. Gohi xafa qilsam bilintirmaysiz, yonimda siz borsiz, omadim onam deya mana shunday chiroyli nomalarni yo'llab qolgan ekanlar.
Rahmat qizlar, meni baxtimga sog' bo'lishsin. Albatta ilohim aytganingiz kelsin. Qo'shlar bilan qo'sha qizlarimiz baxtiga. Sizam sog' bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Biz ham mana shunday samimiy chiroyli tilaklarga qo'shilib qolamiz. Hamisha mana shunday yaqinlar, farzandlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang deymiz. Rahmat, sizam sog' bo'ling. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha.